Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Ko'plar savol beradi, buni sroki bo'ladimi, yo'qmi? Sroki ha bo'ladi, faqat mana bunaqa kodda yashiringan bo'ladi. Buni qanaqa bilsak bo'ladi desanglar, mana A, B, V degani W. O'sha keyingi soni chiqarilgan yili hisoblanadi. Sondan keyingi harfi chiqarilgan oy hisoblanadi. Bu degani 2026-yil F 6-oy bo'lsa, iyun oyiga to'g'ri keladi. 2026-yil iyun oyida ishlab chiqarilgan bu. Faqat original mahsulot bo'ladi. Bizda anchadan beri o'yinlar beri sotamiz bu mahsulotni, hali beri uyaltirmagan, bilgan biladi. Xo'p, narxiga kelsak, bir donasi 130 ming, ikkita dona olsanglar 125 mingdan 250 ming bo'ladi. 3 ta olsanglar ham shunaqa. 4 ta olsanglar 120 mingdan qilib beramiz. 5 ta, 6 ta, 10 ta olsanglar 110 mingdan qilib beramiz. Narx tushiradi, qancha ko'p bo'lsa. Optimga ham gaplashamiz, kerak bo'lsa. Soni bor. Buni korobkada 100 ta bo'ladi. Keyin donachiligi ham ajratilgan.